Serhosil oq mag'iz yong'oq ko'chatlarimizni 2026-yil 24-may sanasida video qilyapmiz. Xudo xolasa yong'oq ko'chatlarimiz mashg'ulotga yetib keldi. 20 ming dona ekkanmiz. 5 ming donasini sotdik. 15 ming donasi qoldi. Ishonchli, sifatli serhosil oq mag'iz yong'oq ko'chatimiz, dehqonchilik. Mevasi qanaqa bo'ladi deganlar yoz, mevasini ham videoga ulab olaman. Ko'rib baho berib o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Video olishimizdan maqsad ko'chatlarimiz ishonchli, sifatli oq mag'iz reklama qilish, sotish ko'chatimizni mana mashg'ulotga yetib kelgan. Mehrda hammasi shu ko'chatlarga beriladi. 2026-yil noyabr oyiga tayyor bo'ladi ko'chatlarimiz. Hozir mevalarni videosini qo'yib yuboramiz. Shu oldimizda bor. Ko'rib baho berasizlar. Mana yong'oq ko'chatlarimiz mevasi. Oq mag'iz, serhosil yong'oq ko'chatimiz mana 3 tadan mana 4 tadan mevani quchoqlab qiladi. Juda chiroyli, ishonchli yong'oq ko'chatimiz. Yong'oq ko'chatimiz 3 yoshda, xudo xolasa 3 yoshda shu darajada meva qilyapti, serhosil. Mana yong'oq ko'chatlarimiz. Zakazlar beraverasizlar. Ko'chatlarimiz ishonchli, sifatli, xudo xolasa serhosil mana juda zo'r yong'oq. Mana bitta shoxida o'zi nechta meva bor qaranglar. Mana 3 tadan 4 tadan mevani quchoqlab qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.